Bak savollar yomon bo'ldi-yu. Tasavvur qiling, siz poygadasiz. Ikkinchi odamni quvib o'tdingiz. Finishga nechinchi bo'lib borasiz? Ikkinchi odamni qo'yib o'tdim. Birinchi bo'lib boraman. Siz poygadasiz. Ikkinchi odamni quvib o'tdingiz. Finishga nechinchi bo'lib borasiz? Birinchi bo'lib boraman. Sen poygadasan, ikkinchi odamni quvib o'tding. Finishga nechinchi bo'lib borasan? Ikkinchi odamni quvib o'tsam, uchinchi bo'lib boraman. Siz poygadasiz. Ikkinchi odamni quvib o'tdingiz. Finishga nechinchi bo'lib borasiz? Birinchi. Tasavvur qil. Sen poygadasan. Ikkinchi odamni quvib o'tding. Finishga nechinchi bo'lib borasan? Birinchi. Ikkinchi odamni quvib o'tding. Finishga nechinchi bo'lib borasan? 1. Ikkinchi odamni quvib o'tding. Finishga nechinchi bo'lib borasan? Birinchi. Agar ikkinchi o'rinni ham quvib o'tadigan bo'lsam, birinchi o'ringa chiqib qolaman. Siz poygadasiz. Ikkinchi odamni quvib o'tdingiz. Finishga nechinchi bo'lib borasiz? Tasavvur qiling. Siz poygadasiz. Ikkinchi odamni quvib o'tdingiz. Finishga nechinchi bo'lib borasiz? Birinchi. Bugun hech kim to'g'ri javob bera olmadi. Endi Habibi suxofruktlarni o'zim yeyman. Habibi